Endigi navbatda sizlar bilan bitta kichkina obyektni modellashtirib ko'ramiz, xuddi shu instrumentlar asosida. Demak, bizada ko'rishlar mumkin birinchi qavat bor. Birinchi navbatda loyiha ishlanayotganda fayl saqlanib qilingandan keyin biz har doim fasadga o'tamiz, yujniy fasadga o'tib olamiz. Va yujniy fasadda o'zimizga kerak bo'lgan qavatlarni yasab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, menda birinchi qavat va ikkinchi qavat bor. Qavat tanlanganda etaj nomini o'zgartirish mumkin, balandligini o'zgartirish mumkin. Aytaylik, bizga balandlik to'g'ri 2 metrda bo'lsin deyishimiz mumkin bo'ladi. Menga podval ham kerak, misol uchun. Yokida men bu 2 qavatli obyekt emas, men hatto yana bitta qavat yokida qo'shimcha qavat qo'shamiz. Mana 3-chi qavat bo'ldi. Aytaylik, men buni nomini ham o'zgartirib qo'yishim mumkin. Aytaylik, bu quruqli bo'lsin. Mana quruqlik o'zgardi. Podval ham kerak menga. Kopiya olamiz, pastga tashlaymiz. Misol uchun bu 3 metr bo'lsin deymiz. Etaj -1 deymiz. Okey. Mana o'zgartirildi, lekin bu yerda aktiv emas. Bularni aktiv qilish uchun biz vid bo'limiga o'tamiz. Vid planga qaytasizlar. Plan etaja bo'limida aktiv bo'lmagan qavatlarni tanlaymiz. OK bosishimiz mumkin. Mana -1, birinchi etaj, game plan, ikkinchi etaj va hokazo qavatlarga o'zgarib boryapti. Yujniga qaytib olamiz, qavatlarimiz mana bor. Endi nima qilamiz? Etaj -1 ga o'tib, oslarni chizib, o'zimizga kerakli bo'lgan formani shakllantiramiz. Unda hozircha stop.